Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, bizlarni kuzatuvchi obunachilarimiz. Hop, bugungi obyektimiz Xudo xolisa boshlab yarmiga ham keldik. Video obzor qilib tushuntirish jarayoniga qo'lirdik. Xudo xolisa akalar, bu obyektimizni uzunasi 16 metr, hop, eni 18 metr bo'ldi. 300 tonna reydan kamera bo'lyapti. Qopga 125 tonna, 130 tonna, eshikqa 90 tonna, 100 tonna mo'ljal qildik. Har bitta kameramizga keladigan bo'lsak, 1, 2, 3 ta kamera bo'ldi. Uzunasini 14 metr qildik. Endi toza 6, balandligi toza 4,5. Bunaqa kameradan 3 ta bo'lyapti. Uje senichi birinchi xolodilnigimiz tayyor, birinchi boksimiz. Hop, ichkariga kelsak, mana yig'ib, chiroyli qilib telefonlarni tozalab, penalarni tozalab, o'sha jarayoniga keldik. Pena poliuretandan qilib berdik. Bu ikkinchisi. Bu ham xuddi uzunasi 16, endi toza 6, balandligi 4,5. Bu ham arapoka. Xo'p. Senishga keladigan bo'lsak, akamizni o'zlarini qadimda pena polistirondan olib qo'ygan ekanlar. Devorga yetadigan qilib biz pena polistiron senichlarni ishlatishga qaror qildik. O'rta devorlarga. Plarimiz xolodilnigimiz aylan atrofi pena poliuretandan bo'ldi. Birinchi devorimiz pena poliuretan, ikkinchisi pena polistiron bo'ldi. Bu devorimiz ham pena polistiron, tomli 4 ta devor xullas pena poliuretan bo'ldi. Oxiri devorimiz ham pena poliuretan bo'lyapti. Oxirisi ham bor. Keyingi Xudo xolis jarayonida motorlarni yig'ib, tushuntirib, ishga tushirgandan keyin video obzor qilib beramiz. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Hammaga rahmat. Eshiklarimizni ham 170 ga 224 qilib berdik. Xudo xolisa bitkazib, chiroyli video obzor qilib ko'rsatib beramiz. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Hammaga rahmat. Keyin nima qo'yishini, qanaqa saqlashligini ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz.